Diyora Begim, Jizzax viloyati Arnasoy tumani 11-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisiman. Bugun biz sizlar bilan 1969-yilda O'lmas Umarbekov tomonidan yozilgan Odam bo'lish qiyin asar haqida suhbatlashamiz. Odam bo'lish qiyin asarining bosh qahramonlari Abdulla va Gulchehra. Abdulla asarning birinchi qismida juda ham yaxshi inson obrazida gavdalanadi. Ammo uning Gulchehraga nisbatan qilgan birgina xatosi uning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi. Men bu asarni o'qir ekanman, insoniylik odam bo'lish katta odam bo'lishdan qiyin ekanligini tushunib yetdim. Bu ikki qahramonning hayoti barbod bo'lishiga sabab Abdullaning qo'rqoqligi va Gulchehraning ishonuvchanligi. Asarning aynan o'ziga jalb qiluvchi qismi olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Bu jumla meni juda ham hayratga soldi. Rostdan ham olim bo'lish oson, ammo odam bo'lish qiyin. Men bu asarni barcha o'zbek yoshlar o'qishini tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.